hech qanaqa tekshiruvlarsiz, analizlarsiz quyidagilarni bemalol iste'mol qilishni boshlang. Ularning biror bir nojo'ya ta'siri yo'q. Bezarar, aksincha, zamonaviy odamlarning salomatligi uchun juda muhim bo'lgan badlar. Eng avvalambor omega 3 hamda letsitsin. Ular teringizga, miyangizga hamda jigaringizga juda kerak. Ikkinchi o'rinda eng muhim vitaminlar D hamda C. Ular immunitetni mustahkamlaydi, gormonlar uchun, suyaklar uchun javobgar bo'lib hisoblanadi. Keyingisi magniy. Hech qachon organizmda to'planib, yig'ilib qolmaydi. Magniy nerv sistemasi, mushak massasi, suyaklar mustahkamligi uchun juda kerak. 4-o'rinda kollagen. U erta qarishni oldini oladi. Kollagen oqsil konsentrati, biriktiruvchi to'qimalar uchun muhim ozuqa bo'lib hisoblanadi. Eng bezarar, asosiysi peridozirovka bo'lmaydi. Va nihoyat xlorofil. Bu o'simliklarning yashil pigmenti. Uning ishtirokida tanada kuchli detoks amalga oshadi. 100% mutlaqo tabiiy xlorofilni tez orada kunlik ratsioningizga qo'shing. Ko'p o'tmay teringizdagi mayinlikni, silliqlikni sezasiz. Holsizlik va charchoq yo'qoladi, energiyangiz ko'paya boshlaydi. Yana immunitet mustahkam bo'ladi. Miya faoliyatingizda yaqqol o'zgarishni sezasiz. Albatta, sinab ko'ring. Ma'lumotni yaqinlaringizga ham yuborib qo'ying. Foydadan xoli bo'lmaydi.